Assalomu alaykum akalar, ukalar, opalar, singillar. Nima zakasimiz 60 metr panjara Qo'qon bozoriga. Hozir ko'p yangiliklar ketyapti Qo'qon bozorida. Yig'ishtirish ishlari. O'shanga zakaz qilishgan. Mana tokimizni panjaralari bitdi. Tokimizni to'sinlari bitdi. Ikkita xoris qoldi. Xorisi bitadigan bo'lsa, olib borib undan sinfga qilamiz. Mana bu chaqmoq Eco Pro modeli. Mana ko'p santexnik akalarimizga ham o'zimiz aloqaga chiqib, noqulay bo'lib turgan joylarni so'rab, bu joylarni o'zgartirib to'g'irlanyapti. Mana bu joylari qulaylashtirib yuborildi, osonroq bo'ladi. Ochib qarashimizga. Keyin hozir eshikchasi, pastdagi eshikchasi ham shu ruchkali qilib qo'ydik. Qolgan joylar o'zini holatida. Endi bitgandan keyin tabzorini qilamiz. Kuzatishda davom etinglar. Sizga sifatli, tejamkor va garantiyali katyollar kerak bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Mana o'rtadagi eshigi 3 qavat bo'ladi. Uchiliklikdan 3 qavat eshigi. Bu narsa nima vazifani bajaradi? Bu o'rtadagi eshikni issiqlik eshib olmasligi uchun to'sish vazifasini bajaradi. Eco Pro 25 modeli. Mana o'zi ko'pchilik hozirdan harakat qilishyapti. Nimaga? Ochiliklari ko'payib ketadi kuz fasllarida. Hozir endi chiroyli qilib bonuslar bilan qilib beryapmiz. Endi xuddi shuni kurak garelkasidan bugun ikkita zakaz berib ketishdi. Ularni ham inshaalloh tezlatib tayyorlab beramiz. U yangi modeldan zakaz berishdi. Ultra modelimizdan uni ham tezlatib tayyorlab beramiz. Keyin hozir ko'mir tushishlarni ko'rsatib o'taman. Mana retortni garelkamizda ham ko'mir tushishi mana keng bo'ladi. Bu Polshadan kelganniki hozir tor bo'ladi, uni ham ko'rsatib o'taman. Kengligini hisobiga bu yerda ko'mir to'xtab qolmaydi, tushib kirib ketaveradi. Mana hozir originalni ko'rsataman. Biz ilojisi bo'lsa, jicha raznitsa bo'lsa ham shu originaliga ham shu joyini katta qilib qo'yib beramiz. Nimaga desalaring, bu narsa anchagina ko'mir tushishga qiynaydi. Ayniqsa angrang ko'mir solib qo'yadigan bo'lsa, tushishga qiynaydi, to'xtab qolaveradi. Shuning uchun shu yerni ham kattalashtirib beryapmiz. Keyin bu retortni garelkani yonishlarini ham qo'yamiz. Ustidagi chugunlar aylanib turadi. Ko'pchilikda shilak bo'lish muammosi kuzatiladi. Shu muammolar bunda bo'lmaydi. Keyin o'tinlik variantimiz bor. O'tinli variantimiz mana. Endi bu yarim tayyor holatda, bitgan holatini ham obzor qilamiz inshaalloh. Bu yerga o'tin, ko'mir solib yoqaverasiz. Keyin bu tarafdan garelkani qo'yib qo'yiladi. Ham ekonomishniy bo'ladi, ham ko'miringiz ichidan ariqroq ko'mirlar chiqib qolsa, bu tarafga solib qo'ysangiz bo'ladi. Angaran ko'mirni mayda aralash olib turib, maydasini bunkerga solib yoqib, irigini bu tarafdan yoqsangiz ham bo'ladi, bemalol. Bizda shunaqa yangiliklar, endi davomini yana qo'yib boramiz. Hamma katyollarimizni iloji boricha yana ham ekonomishniy qilib, yana ham ishlatishga qulay qilib mana tayyor holatda qilib qo'yapti. Bular ham shu yarim tayyor holat. Ustidan yog'ib, tezlikdan yaqlanadigan bo'lsa, zakaz bersalar ham tezlatib yetkazib beraveramiz. Hatto buni utubli tillisi ham mana oldin tunikadan chiqarilardi. Hozir ba'zilar shu tunikadan chiqaradi. Bu narsa yupqa. Mana bu 08 list. Polni shu 08 listdan chiqadi. Bular navesda material. Naves, tok, darvoza, panjara, qanaqa xizmatlar kerak bo'lsa, svarka xizmati murojaat qilaverasizlar. Pastda raqamlar qoldiramiz. Katyollarda ham hozirdan harakat qilaverasizlar.
Nimagaki ham chegirmalarda xarid qilasiz, ham ochlik kutmasdan tezda xarid qilib olsangiz bo'ladi bemalol. Shovqinda hozir yaxshimi bo'lmagan bo'lsa mana eshik 3 qavat. Tashi ichidan bitta qavat qo'yilgan. Shu o'rta eshikka o't uriladi, eshikni eshillatib olmaydi. Kat yo'limiz ochiq sistema, yopiq sistema bemalol javob beradi. Arqonlarimiz shu kuymaydigan asbestli arqondan qo'yilgan. Mana reduktor motorlari. O'yin reduktor bo'ladi. Mustahkamidan. Mana bunisi ham Xitoydan komplekt birga chiqqan. Shuning uchun bu uzilib ketish holati bo'lmaydi. Uzoq vaqt bemalol ishlaydi, keyin ham baquvvatroq. Misol qattiq ko'mirlar tushib bo'lsa ham baquvvat sindirib o'tib ketaveradi. Kat yo'llarimiz yopiq sistema, ochiq sistema bemalol javob beradi. Mana shu zaklopkalari yetarlicha qo'yilgan. Agar buni kam qilib qo'yiladigan bo'lsa, bu narsa kat yo'l ishib, yorilishiga olib kelishi mumkin. Yorilgandan keyin uni hamma joyda ham remont qiladigan ustasi yo'q. Ustasi borishi qimmatga tushadi. Keyin uni qayta ochib yamorishga o'zi oson narsa emas. Ham vaqtingiz ketadi, ham asabingiz ketadi. Shuning uchun sizlar uchun ishonchli, garantiyali kat yo'l. Bitta olasiz, 5 yil 10 yil kerak bo'lsa, kat yo'l olishim kerak, o'zgartirishim kerak degan muammolar bo'lmaydi. Nima qilib kelaylik? Nimani? Shuncha profilda-ya? Yuklab qo'ydingizmi? Bo'ldi, aka. Mana shinaklarimizni ham ko'rsatib o'tamiz. Xuddi zavodskiydaqa. Komplektni 5 yillikdan tayyorlangan. Xo'razni ham qo'yam $1000 xo'raz. $1000 xo'raz olgan yaxshimi yoki bitta garantiyali kat yo'l olgan yaxshimi? Qishda issiq o'tirib, oila bilan. Yo'q. Endi hozir bu yerga plaka chiqartiryapmiz. 3 metr bo'ladi balandligi. Keyin shoh chinorni ozgina shaqlanib to'lab chiroqlar qo'yib qo'yamiz. Bemalol kelaverasizlar, topishga ham oson bo'ladi. Telegram kanalimizda lokatsiyalar bor. Aloqaga chiqaverasizlar. Salomat bo'linglar, qo'llab-quvvatlab, layklar bosib, obuna bo'lib, kommentariyada fikrlarni qoldiraverasizlar.